Spor forması başkanlığı İçtimai Hukuki Sınava İslam Devletleri Parti tezgahıyla yani İngiliz dilden bütün tezgahı dolayısıyla Allah'tan farklı fakat oluşan olursa ana işlerde, spor tabirlerde muntazam teşkil olmakta. Bu ülkeye Ukrayna vazifelerini mesela yol açardı. Daimi araçta bu İsmail Hakkı'nın başarılı siyasi belki mücadelesini kamal topluyor. İşte oldu. Bu kaçarlısı var. Bir bazen böyle sadece bir oldu. Bir üniversite arasında that's what all the system on the building. We all to the meeting is what the meeting after. Okay. Öyle mi? Daha kelime kalbike sağlığı mı? İngiliz sınırı da ha? Doğrusu sırada zarar. Kim İngiliz sınırı bir yola sağlığı değil. Ya sonra tekrar argılan size ilgili ben teşekkür ederim. Devam. Yes. 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 Dünyadaki cemiyette ilerleyenler, imut tematikaya muammalar, insan hayatı değil, bir halen hoşlanıyor. Ve bu yapmak için ahalini başka dönemlerde sizden arıyorlar, kalmasıyla muhtemelen ve hareketli bu ülkenin halini hoşlanışlarını koymakta. Respublika'da İsmail'ler bir yere basponliliği yoğunlaştırır, ahalisi otomatikler, toplam müşahede şekillendirir. Ve tanrı bir siferdinden bir yıl sonra da bunlar onları hoşlanmakta. Biraz olmak hareketi, yani aslında şartlarda cismanlar gerçekten sağlamak bir olayın yapışlar. Sağlam bir kapitenlerini kolaylaştırmışlar bir bağlar. Kapitenler bir şey baktılar mı? Bu şekilde ben oluşturdular mı? Bu bir kral olmak kişilerle oluşturmak yaptılar. Ve dikkatli bakmak işaretleri. İki bakımda elementler İsmail'e gerçekten kanalda naşılatmaları hareket etmeleri başlanır. Hareket faaliyetin aşırı şükranatına ulaştırırken bu açıyı kolluymalar bu ilişkiye bakarak ekstrede marifiyatını işaretleri. İkinci marifiyatıyla olan ülkelerden bilgilerle kolaylaştırıcının şartlarına geldi. Bizim değil, kolaylaştırıcı Bitti. Aksiyonları, faaliyetleri, hareketli kampanyalarla sağlık kaybedeceklerinin tekrar çalışması, ilk müşteride performansçı hareketler, kamerada oynanılır, çıkartırken savunmaya savunma, ilerlik maddeleri çalıştır. Hiçbir kampanyalarda, talebaklarla vazifa, individual sektörlerinde nöbette olmayan kaldı. O uzun işte, administrasyon programında şu an fazla boşlar için işlem çıkarken zor hikmetleriyle kalıyor işlem çıkar. İlgilerinden, tarafsızlık ilgilerinden, öğretim ilgilerinden, bakımlar gibi arkadaşlar bakımlarda umumi, devam ederek bakış yaşlar için işlem çıkarken integratif başlığa majmuatlar gibi de hayat hareket. Bu şey, daha fazla kadınlar gibi başlangıçta kadar edilen, dikkat edilmez,
pilates va nafas mashqlariga kiritish hisobiga jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari yaxshilangan. Ikkinchi yangiligimiz talaba-o'quvchilarning jismoniy tayyorgarlik darajalarini yaxshilash, funksional ko'rsatkichlar asosida mashg'ulotga moslashish, harakat rivojlantirish va harakat faolligini oshirishga optimallashtirilgan 3 bosqichli kompleks mashqlarga o'tish ekspress mashqlarni ishlatish hisobiga mustaqil mashqlar imkoniyati oshirilgan. Ikkinchi yangiligimiz esa sog'lom yurishlar kompetensiyalarni takomillashtirish uchun shaxsga yo'naltirilgan tizimli sog'lomlashtiruvchi va innovatsion yondashishlar orqali kognitiv aksiyalarning faoliyati va refleksiv komponentlarini ta'lim tarbiya jarayoniga integratsiya qilish hamda keyingi yurishlarda takrorlanuvchi trendlar rivojlanishini sog'lom hayot
da hayatı yok da yani böyle bir bakışı böyle bir bakışı da yaşadım çok çünkü bu maçta dereceli maçlar yani dereceli bir görme dereceli aslında bu ya düşen çok önemli. Bunda maçlar dereceli bence ifade dereceli bir görme burada da aslında dia kontakta jadi kita masyarakat maka kita perlu kerja hotel kita masyarakat atau pemerintah solusinya saya bisa ada dari masyarakat bahwa pada mati tidak bisa yang bertanya mati dalam masa semua dari dan semua itu bukan yang kalau berusaha sekitar tidak akan berhasil kalau nanti tidak lihat saya mungkin dari masa mencari lo kalau dia berkontrak kalau mereka tahu tidak mati bukan mati dalam ini banyak yang mati dalam tempat Joy var. Çabalarla madde. Neler almadılar birlikte. Anda başlarında beden işte kadar alın alınış boyunca substansiyeler mutfaklı maddeler doğru organ bir kadar arası şifonya şu maddeler maddeler mutlaka teknikal maçlar maddeler talep muhabbet ve miktardan nöbette olabilir yani sorunumuz burada işte tamamen lütfen kalla maçlarını yapsın. Neydi? وبتلاقيش طلب بتاع يعني اكسبريس ما بيلاقي بيلاقي وجود جوه المنطقه هذا وبنقول لها في زي كتير من فيديو مش كمان مش Bu endekste de bir alanında bu ben çalışmalar istiyorlar. Ben çıkıyorlar. Tabii nasıl gerisini arkadaşlar bilader var. Hani bu meydan tanımadakine böyle kalkülatör arkadaşlar bulurlar. Bu da hoş bulurlar. Bu training teknolojileri yeni alanlarda sağlamaya sağlanabilecek maddeleri koyanlar. Hareketler beberapa bulan dari seperti bola itu karena kalau saya tanya mungkin yang untuk juga kalau dari sekolah agak ikut terjemahannya mungkin kalau soalnya kemudian dari sini bir ujian tambah sedikit untuk kita teknologi yani ikut yollar soalnya cismani faaliyetle her daim muadelede uşaktırır. Fakat ilgisi bu kadar futbol oynayan mücadele مشروعات مجموعة مثلا إنتجراتي مجموعة كلمات فكيف كده أنت لو لو هذا بعض كل يوم اليوم مثلا
sağlam hayat, sağlam gelecek. Sağlam hayat, sağlam gelecek. Aleman, yani bu aleman, uçluktan, bunun maksat, vazifeleri, tutum yoldaşları, kampanyaları, yoldaşlık okumanlarına, doğru bulacak. Masuk aleman, yani bu aleman değil, maksat, kalabalıktan bir sağlam durmuşlarda, kampanyalarına, kullanılır şaşırdı sonra. Vazifeleri, kalabalıklarda sağlam durmuşlarda, yoldaşlık, bir mağazı, fırsatlarla, korkaklar, anlatılarına, analiz olacağını, arkadaşlar bir bakar. Dünyada şunlar yapıldığı çok iyi kavrayan sıkıntıya kullanıştırılıyor. Ne kadar zorluklu bir yarışlar. Bu kadar da o kişi orada. Bu kadar oluşmuşlar bir oyun ya da yıllar düşünceler oluşuyor. Aksel insanların olduğuna söylediğinden bugün cevabı masrafı bu. Şimdi de fuarlar değil kampanyalarla bütün ameliyat okullar toplam olarak şekillerde refleksif kampanyalarımız bu okulda bu dağılımı pahalılar ve dolardan sonra değiştiren bir var. Yani dağılımı şişerler, şişerler, yardımcı olurlar. Yani önce onların ilerlediği istihdaki olmadan Arjantin'in bir var. O yaşlarda sırada bir program. İşte o yönlerden olmadan o yönlerden buna ulaşır. Dalam komitmen kembali ke dalam awal betul ya, sampai saya yang saya ini Logik dari teknologiler, zamanlarda innovasyon teknoloji sohbetlari o'rnida bo'limlardan iborat, ya'ni flow degani o'zi birinchi direkt, ya'ni tezkor aloqa, keyingi ichki ovozlarni ingrash, optimal moslashish, quyidagilarni boshqarish, flex moslashuvlarni, interfeyzlar va maqsad monitor har doim vositalarni monitor qilib borish. Tecrübem tatbikatımızdaki nazaret ve tecrübe gruplarının mazlum sınavcıları siyasi kuvvetli spesifik hareketler çalıştırdı. Yani tatbikata olan tatbikatlar grubu ve tecrübe grupları yani bu milyonlar bu milyonlar son basımına yani teknik sınavına koordinat bunlardan şunların bu milyon muhtarı tatbikatlar Orang tidak terbiasa. Jadi contoh orang nasi orang tidak ini poin nasi yang kita orang nasi ini kita tahu sampai poin nasi kita nasi orang muda. Lalu orang muda itu mereka tahu poin nasi kita jadi berani berani kita poinnya posat itu lalu orang muda itu punya poin juga. Itu tentang poin dan posat Resti formuda kita tahu dan otomatis itu ribuan Portanto, on doit trouver pour planifier ça comme ça, on doit acheter un code, on doit planifier ça. Alors, le modèle qui Nanti jangan jadi George, semua George, yang orang luar sangat lupa di kota berarti George, yang dah nak beli sekarang, dia kita yang ada bukan George, dengan orang orang yang bilang bukan, ini, itu bukan orang itu malah dari jalan, itu malah orang bu tekrar o yana işleri var. Bu da bir bakın yoksa ben sana ve bir şey olsun da ona bir bakın da bu da bir ona yoksa
Bunlar isyan ederler, kimler sağlarlar. Ajansı Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kengash a'zolari. Mana yana bir kandidat ko'rsatganimizdan juda xursandman. Mana bugun qizimiz Rahima Abdug'afar qizining talaba qizlarning darsdan tashqari vaqtlarda jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini takomillashtirishning asoslari mavzusini eshitdik. Juda jonli va qiziqarli mavzu. Meni shuni eshitib quyidagi savolim paydo bo'ldi. Mana ilmiy yangilikda qizlarning darsdan tashqari vaqtlarda umumiy harakatlarni bosqichma-bosqich yaxshilash uchun
bize integrativ majmuasi ishlab chiqildi deyapti. Bu majmua shundan oldindan biror kishi ishlab chiqargan. Agar chiqadigan bo'lsa, sizdagi uni bilan nimasi bilan farq qiladi? Mana shuni ekspres-Z va XZ integrativ nimalar haqida gapirdingizda, juda ham yaxshi yangilik. Endi agar shu siz ishlab chiqargan oldin biror kishi ishlaganmi yo ishlamaganmi, agar bo'lsa sizga nima bilan farq qiladi? Bu birinchi savol. Agar javob bersangiz, keyin yana bitta savol bor. ishlab chiqilgan integrativ ishlar majmuasi oldindan distsiplinar nafas mashqlari bo'lgan, lekin mashqlar bir-biri o'zida integratsiya qilingan holda foydalanilgan. Biz bunda yana bundan tashqari nafas mashqlari, chuqur lateral va yuzaki nafas mashqlarini qo'shgan holda integrativ mashqlar majmuasi deb atadik. Rahmat. Yana shu savolim. Endi mana bu yerda ko'proq qiz bolalar bilan aynan mana shu dars jarayonida qiz bolalar bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, bu bolalar nima qiladi? To'g'ri. Yana oxirgi savolim. Tajriba solish jarayonlari Farg'onada Chirchiq davlat jismoniy tarbiya universiteti va jurnalistika institutlarida o'tkazildi. Endi samaradorlik yuqori bo'ldi va buning sabablari nimadan iborat? Shuning uchun talaba-o'quvchilarni darsdan tashqari vaqtlarida ularning salomatligini mustahkamlash, jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirishdan iborat. Juda to'g'ri. Maqsad. Uchinchi savolim. Savolingiz uchun rahmat. Kattakon biz asosiy natijamizni O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalarida olganmiz. Asosiy statistikalarimizni yaxshi foizini. Samaradorlik qayerda yuqori bo'ldi? Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida yuqori bo'ldi. Sabab nima? Sababi yotoqxonani sharoiti hamda zallardagi sharoit. Imkoniyatlarning mavjudligi. Rahmat. Yana savol bormi? Görmezse bitta savol bor, model bo'yicha beraman. Modelda rezultatli ishi blok bor. Natijaning shuni tajriba ko'piga realizatsiyasini tushuntirib mereka tanpa interval hamda davomli kompetensiyalar rivojlantirilgan kompetensiyalarni kompetensiyalar rivojlanadi. Bu modelni natijasi kuzatiladi. Bu modelimizdan tashqari ya'ni bu dasturimiz orqali haftalik mashg'ulotlarni berib o'tganmiz va bu orqali talaba qizlarga kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilganmiz. Desteklanadilar. Kognitiv, sotsiologik, faoliyatli va refleksiv komponentlarni rivojlantirishga qaratilgan model. Asosiy psixologik komponentlarda qaysidir shaxsiy mutaxassislar bilan birgami yoki o'zingizmi? Kognitivni qanaqa Konuşlarda orada bilimler ve düşüncelerle ilgili burada birinci biz bunu yaşadığımızda bir bakın sistemden bir bakın mini markalar, spotlar ve trendler ortaklarında bu vakayı kanallarında şu olan konuşlarda oy bugün nazar bilimler ve düşünceler havlularda ve onların yeni aksiyalar yeni savunma alternatif ayırlar ve onun cevabı münasebet olur. Bazı faaliyetler bizden faaliyet okullar, doğumlardan şekillendirir, reflektif odaların bahalar ve nazaret kılışlar ibaret. Rahmat, спасибо. Assalomu alaykum hurmatli gençler odamlari. Loyiha Abdug'ofur qizi savol qo'ygancha eksperimentni qayerda o'tkazgansiz? Asosiy eksperimentisi qayerda o'tkazgan? Asosiy eksperiment jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida o'qiganman.
Türkçe davlat üniversitede, Farg'ona üniversitelerinde qo'llaymiz. Asosiy dars hojatlar O'zbekistonda o'qiydi. Darsdan tashqari vaqtni qanday tashkillashtira oldingiz? Darsdan tashqari shu ekspress mobil ilovalarni ishlatish orqali hamda ular asosan birinchi men o'tishadi, undan keyin ularni darsdan tashqari vaqtlarida 18-24 yosh, ya'ni aynan birinchi, ikkinchi kurs talabalarni tayyorlaydi. Yosh talabalardan bor. Keyingi savolimni so'raysiz. O'sha hozirgi Olimjon Jalolovning savolini davom sifatida kognitiv o'zi nima? Ularda aynan nimasi o'lchaysiz? Kognitiv omili. Shu komponent, kognitiv, bu aqliy komponent hisoblanadi. Kognitiv komponentimizni maqsadi shu sog'lom turmush tarziga oid nazariy ilmlar. Qaysilar ilmlar? Bitta narsa bizda bir nechta. O'shandan aynan qaysilarini oldingiz, nimalarni o'lchaysiz? Anketa so'rovnomani o'qidik, ya'ni bu shtatdan oldin bu anketa so'rovnomani ya'ni salomatlikka munosabat testi yordamida aniqladik. Ya'ni o'shanda bu ya'ni o'zini to'rtta shkaladan iborat bo'lganda tadqiqotdan oldin va tadqiqotdan keyin o'lchadik. Oxirgi savolim agar siz bo'lsangiz, o'sha birinchi jadvalingizda berasiz, statistik ko'rsatkichni berasiz. O'sha birinchi ko'rsatkich yordam bering, shu yoshlar, ya'ni nazorat tajribalarni birinchi jadvalni birinchi ko'rsatkich. Birinchi yoshi o'zini tushunadi. Nima uchun nazorat guruhi bilan tajriba guruhini yoshini statistik tahlil qilasizda ishonchli va ishonchsiz deb ko'rsatadi. Yoshliklarni qamrab olish uchun siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, tegib olasiz. Hech qachon bir portada bir kichkina olmaysiz. Statistik ko'rsatkich qilib berish yoshini deb yozib qo'ying. Misol uchun 24 yetishmaydi. 21 dan 24 yoshgacha. O'ttirilgan bo'lsa, shunaqa 18 yosh berasiz, 18-30 berasizda statistik tahlil qo'yasiz. Ishonasiz emas. Savollar bormi? Zoom'da bormi savollar? Manda savol bor edi. Ruxsat bersangiz. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi. Zulayho xonga mani ikkita savolim bor edi. Birinchi savolim, talaba qizlarning o'ziga xos individual xususiyatlarini inobatga olgan holda Flow Fit pedagogik texnologiya ishlab chiqilgan ekan. Siz bu texnologiyani faqat jismoniy tarbiya yo'nalishida o'qiydigan qizlar uchun ishlab chiqqansizmi yoki barcha oliy ta'lim muassasalarida albatta siz tomoningizdan ishlab chiqilgan mazkur texnologiyadan foydalanish mumkinmi yoki qo'llash mumkinmi? Tushunarli bo'lsa, ikkinchi savolim, siz tomoningizdan sog'lom ayol, sog'lom kelajak modeli ishlab chiqilib, modelning vazifasi sifatida talaba qizlarda sog'lom turmush tarziga oid bilim, ko'nikma, malaka va qadriyatlarni rivojlantirish hamda ularni amaliy faoliyatda qo'llashga yo'naltirish deb belgilagansiz. Aynan qanday qadriyatlarni nazarda tutgansiz? Agar ma'qul bo'lsa, shu qadriyatlardan bir ikkitasini sanab bersangiz. Savol tushunarlimi? Savol tushunarlimi, Zulayho? Faqat jismoniy tarbiyaga qo'llashtirilgan obyektlar uchun emas, bu texnologiyalar barcha ma'lumotlar uchun mo'ljallangan. Ya'ni bunda elektron sektordagi
Mesela dostlar için olumlu sonuçlar. Belki bir olaylar bazılarının sorumlulukları bir olayların böyle haberler kullanılabilir. Hangi ifade paylaşım kullanılır. Zaman ihtiyacı böyle hastalıklar kimse bakmadan yapıp yapılan bu çok yapmayan. Rahmat. Tushunarli. Rahmat. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Savol bor edi. Assalomu alaykum, hurmatli ixtisoslashgan kengash raisi, hurmatli kengash a'zolari, aziz ustozlar. Man Rahimova Zulayho Abdug'offor qiziga, ya'ni tadqiqotchiga ikkita savolim bor edi. Birinchisi mavzudan kelib chiqib, talaba qizlarning darsdan tashqari vaqtlarida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkillashtirishni pedagogik asoslari debsiz. Qanaqangi pedagogik asoslarini ishlab chiqdingiz? Birinchisi. Ikkinchisi, ilmiy yangilikdan kelib chiqqan holda savol beraman. Birinchi ilmiy yangiligingizni aytyapsiz. Talaba qizlarning darsdan tashqari vaqtlarda umumiy funksional harakatlarini bosqichma-bosqich yaxshilash uchun ishlab chiqilgan XZ interaktiv majmuasi tarkibidagi tayanch harakat, mushak va nafas olish tizimining rivojlantirishga qaratilgan limfodrenaj, platist va nafas mashqlari kiritish hisobiga jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari yaxshilangan deyapsiz. Funksional harakatlarga bu siz ishlab chiqqan mashqlarning qanaqa nimasi bor, ta'siri bor ya natija, yoki qanaqangi natijalarga erishdingiz? Savolim tushunarlimi? Şuradan katılmazsa, birinci ilgiliyse bu katılımda ekmek bir başlarımız vardır. Yani bunda yani İsmail'den konuda kişilere 13-23% ortadan talep yani bu mahsuslar muazzara bir bakım oldu ve katılımda paylaş hareketler, müşahit ve nafas başlarımız hocam بس ما نمشي وكده خلينا نختار مع المادة يعني ما يتبع ذلك درجة طولة الشارع ونمشي تيجي تشتغل قاعد لا يشتغل يعني Qanaqangi nafas mashqlaridan foydalandingiz? Nafas mashqlari deganda nima tushunsak bo'ladi biz? Nafas mashqlariga sportlarga va nafas mashqlarini olganlar yani bunda aktiv nafas olamiz tinch holatda manfaatlanib ya'ni ko'rsatuvga nisbatanida mashqlar ma'muriga to'xtalgan shu mashqlarni berib o'tgan. Birinchi savolgachi, birinchi savol javobini men eshitmay qoldim. Birinchi savolga yani olganman. Birinchisi Rahmat. Rahmat. İkinci ihtimalle gelin. Bölümü gerekimde sağ, ispirsiz suçu, tokoş, pajals, bilmem. So, filosofski nauki, sporta rejimi bas. Bunlar bir tahminen bazı her iki farklı yapıldı. Mesela şu anda muhalefetin olmayan fırsatlarını siz doğru bilirsiniz. Yani ana parametrenin analiz Avval istiyorum var. Kendi narazılıkta o yapımı işlem çıkartırken sağlamasını talebine anlam verirken yevmiyetinin bir kuruluşlarına kadar şanslı bir derecede kuruluşuna bağlı bir takımda yine onların içinde şanslı derecede all the distractions that are on this, I have not or just others, but anyways. Nada seleccionăm, așa fi de formula sau când selecționăm, o fi formula de formula. Oye,
og'irligi bo'lib foydalanadi. Yoshlar tashkilotida oldin ba'zi yetishmovchiligi oldin me'yordan ta'minotning o'qituvchilari ta'minot yetishmovchiligi birinchi tanqisligi yetishmovchiligi me'yor birinchi me'yordan ortiqcha birinchi ikkinchi uchinchi bosqichli Здесь у меня вот один вопрос. Она приложение, мобильное приложение «Специс». В чем заключается работа этого мобильного приложения? shug'ullanish uchun ishlab chiqqan mobil ilovamiz shu mobil ilovamiz o'zini bo'limlaridan iborat. Ya'ni shu yerda har bitta bo'limiz bor. Sport bo'limi, ma'lum modeli, sport adalati, texnologiyasi, hamda iqtisodiy mashg'ulot mavzulari ekspress mobil ilovamiz qo'llaniladi. Так, значит, у нас два научных руководителя. Два отзыва есть. Какие будут у вас цены? Лохматов признал, нас послушаем, как искатель. Kengash a'zolari, rais mehmonlar, tadqiqotchimiz hozirimiz va tadqiqotni eshitdik, bilamiz. Albatta, hozir xulosa bilan kelmagan holda qo'shimcha qilmoqchiligim. Format o'zimiz tadqiqot ishlaridan o'z olib borgan, judayam talabchan, har bitta kishi boshlasa oxiriga yetkazadiganlarimizdan shu kengash a'zolaridan o'zimizni qo'llab-quvvatlashlikdan so'rab qolgan. Rahmat. Ахмад. Так, второй вызов, слушай, достаточно? Rais, Да, Ахмад, молодцы. Так, теперь слово ученому секретарю. Пожалуйста, огласите все отзывы поступившие на данный сервер. Hamda o'zlarining qancha takliflar tavsiyalarini berish ular Alfons tomonidan ishlab chiqarilgan Express test mobil ilovalar monitoringi individual tavsiyalarni avtomatlashtirilgan tarzda boshqarish imkoniyatini kengaytirish maqsadida hisoblanadi. Kelgusida ilmiy tadqiqotlar talaba qizlarning iqtisodiy faolligi va sog'lom turmush tarzini sog'lom kelajak vaziyatlarida ularning huquq faoliyati va kundalik hayotiga ta'sirini ziyodiy tahlil qilishni nazarda tutish lozim. Uchinchi, tadqiqotda olingan maxsus darslar salomatlik holati va fiziologik birlamalari shikastlardan kelib chiqib, yanada variativ holatda keltirish maqsadida muhim. To'rtinchi, ahvol doirasida ishlab chiqilgan va salomatligi eksperimental hisoblangan talaba qizlarning
sog'lom turmush tarzi, kompetensiyalarimizni takomillashtirishga qaratilgan sog'lom hayot, sog'lom kelajak mavzusida oliy ta'lim muassasalarining barcha yo'nalish talabatlari uchun metodik ta'sirlar sifatida ishlab chiqish to'g'risida o'zlarining oddiy xulosalarini bildirgan. Hamda dissertatsiya qatoriga jami ishlar haqida kelishgan. Ularda Rahmat, o'tiring. Hurmatli talabgor, ko'rsatgan kamchilikka to'liq javob bering. Kamchiliklar e'tirozga kamchiliklarni hisobga oladi. Dissertatsiyamizda o'rnab qo'yamiz. So'z birinchi qismga Mazkur dissertatsiya ishi bilan loyiha taraflar doirasida tanishib chiqqan va quyidagi xulosalarga keldim. Birinchidan, Rahimova Zoyra Abdullaxon qizining dissertatsiya ishi mavzusida avvalgizda maqsudli pedagogikasi oldida turgan dolzarb muammolardan biriga talaba qizlarning darsdan tashqari vaqtlarda jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkillashtirishning pedagogik vazifasiga bag'ishlangan bo'lib, unda dissertatsiya ko'z olgan maqsadlarni to'g'ri belgilanmoqda. Ikkinchidan, dissertatsiya ishining ilmiy aparati to'g'ri talablari doirasida shakllantirilgan hamda dissertatsiya ishi jismoniy tarbiya sport tadqiqotlar institutining talaba yoshlarning faoliyatiga samarali tayyorlashda mavzusi doirasida bajarilgan. Bu ham dissertatsiya ishining dissertatsiya ishi kirish 4 blokdan iborat bo'lib, 134 sahifadan tashkil qiladi va 29 ta rasmiy, 24 ta jadval, 20 ta amaliy tajribalar ifodalangan hamda tashkil etilgan. Dissertatsiya ishining kirish qismida tadqiqotlar asoslangan. Bu dissertatsiya ishining oliy ta'lim muassasasida talaba qizlarning salomatlik holati va jismoniy faolligini shakllantirish ilmiy uslubiy asoslariga to'g'rilangan birinchi bobda muallif tadqiqot muammosining nazariy metodologik paydovarini shakllantirgan. Mazkur bobda talaba qizlarning darsdan tashqari jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkil masalasi ilmiy manbalar asosida tadqiqotchi tomonidan sohaga oid mahalliy hamda xorijiy ilmiy adabiyotlar chuqur o'rganilib, talaba qizlarning jismoniy faolligini oshirish, sog'lom turmush tarzi kompetensiyalarini rivojlantirish hamda ularning jismoniy tayyorgarligini haqida Bob doirasida talaba qizlarning salomatlik ko'rsatkichlari, jismoniy rivojlanish darajasi va motivatsion ehtiyojlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqliklar atrofliga tahlillanadi. Shuningdek, jahon va milliy tadqiqotchilarning ilmiy qarashlariga tayangan holda darsdan tashqari jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini tashkil etishning zamonaviy shakl usullari tasdiqlangan. Talaba qizlarning sog'lom turmush tarzini shakllantirishga xizmat qiluvchi pedagogik omillar aniqlashtirilgan. Mazkur bobda dissertatsiya talaba qizlarning darsdan tashqari jismoniy faolligini samarali tashkillantirilgan innovatsion pedagogik yondashuvning nazariy asoslari ishlab chiqilgan bo'lib, bu tadqiqotning ilmiy yangiligini belgilovchi muhim jihatlardan birisi. Dissertatsiyaning tadqiqot usullari tadqiqotning metodologik asoslari
Ini sudah sebenarnya mau dia ada dari masuk dalam aksi. Nah, di pelajaran enggak problem kayak ini. Kalau masalah statistik sudah soal kita kaitan dengan mana tidak ada player adi juga ini something jadi kalau tidak boleh ada solusi lain maksudnya kalau kita ada hanya ada dulu lain adalah result ini yang dihasilkan asas tertentu adalah paling kan respondent learning representative juga tapi kalau kita dijelaskan illustration pada proses teknologi. Disertasi ini, kalau kita informasi olah terbagi terkait dengan proses. Biar kita bisa pada kamu ini orang yang semua atau penting analisis konstruktif maupun positif. Masuk pada ada semua negara yang dari semua dia was so much love dan sama di secara dunia. Innovazione di due presentare kalau kita menggunakan secara berkata, mungkin usaha mereka mau kita buat sesuatu yang maksudnya ya interaktif baru masih cuma kita tidak kayak sekarang apa bisa sampai atas oleh dalam mengambil skill kerja di buat rimas tidak tes atas nasional yang bukan sesuatu dari dasar oleh ayat garis untuk celana silat kerajaan yang tinggal di kita hanya masalah kalau jadi kalau lagi soal kerajaan proses maksudnya kita lagi masa sulit tandas terasa baru nanti saya provokasi anda umumnya saya kan politik kayak Otumalar yang usbal sebagai kompres masyarakat Indonesia. Mantul dastur ekspres set mobil lewat tak negara Amerika Teori itu dapat mulanya bisa terus mas terus komponen lain hingga kerja anda ulangnya misalnya proses dari kita yang perlu all komponen terakhir. Disertasi ini, kalau lagi selama juga, soal karena itu bermanfaat sesuai dengan dari kerja atau dari akademik pengajar untuk dicoba, tapi warning dengan sehingga kedua ini untuk mix sesuatu. Mungkin kita suruhnya integrasi yang kalau lagi soal dengan simply sebagai masa hasil English ular soal kita usaha dengan Inggris dengan ada proses ada yang lain tidak ada apa istilah itu ya. Mari kemudian saya sebagian ada teori itu ya. Profit teknologi standar simply maksud kembali maksud dengan maksud tapi sebenarnya dua dari tidak monitoring asal tersebut kan. Nah, jadi itu kan kebutuhan proses dari proses. Tapi mana kasih tentang kerja adalah di semua negara untuk orang anda seorang itu ada tapi dari proses dan kalau tidak dilakukan orang yang ada di statistik jika saya baca banyak statistik usul dari orang negara ini kalau tidak ini akan bagian dari adik anda. Ada lima diberikan benar, maka kalau mengatakan itu ya tinggal soal yang kasus secara politik atau benar yang ini modern usul jika ada ini adalah asisten sendirian. Tapi tidak oleh karena masyarakat dasar sekali di semua tadi masuk dalam dasar sama lagi individual, tidak lagi pasalnya yang dalam sejarah ini sambil Pastor Bob disertasi yang kedua yang ketiga anda kita mengajar teman yang nazari itu di luar dari analisis sebenarnya. Kan tapi kalau kita boleh seperti ini. Karena luar biasa satu dengan tapi tidak. Kenapa kita dikasih keluar data? Analisis ini salah karena kita pasti tidak ada sedikit sekian
bizda interaktiv majmuasi tarkibidagi tayanch harakat nafas olish tizimlarining rivojlantirilishiga qaratilgan ilk patronaj atas kes va nafas boshlash yaxshilangan funksiyalar ko'rsatishlar asosida mahsulotlarni ko'paytirish harakat koordinatsiyalarini rivojlantirish harakat faolligini oshirish uchun avtomatlashtirilgan konkret mashqlarni o'tishi bo'lgan ekspertiz ma'lum lavozim ishlatish sog'lom kompetensiyalarni takomillashtirish shaxsiylarga sog'lomlashtiruvchi va innovatsion uslubiyat yondashuvlar orqali kognitiv psixologik faoliyat va refleksiv mexanizmlarni tarbiya jarayoniga integratsiya qilish asosida uzun turmush tarzida takrorlanuvchi harakatlar samaradorligini nazorat qilishga qaratilgan sog'lom sog'lom kelajak ishlashgan ularning o'ziga xos xususiyat xususiyatlarini nazoratga olgan holda o'z o'zini nazorat qilishda sikl yondashuv asosida boshqarilgan boshqarish uchun flowstil pedagogik texnologiyasini ishlatilgan. Oltinchidan, Rahim va Zo'rayxon Abdusoqotovning taqdim etilgan pedagogik fanlar bo'yicha falsafa doktorlik dissertatsiyasi qo'lyozmasi ilmiy adabiyotida qo'llanilgan tadqiqot doirasida nazariy amaliy ahamiyatga ega natijalar ko'rsatilgan. Yettinchidan, dissertatsiya tadqiq sohasining asosiy g'oya va natijalari dissertatsiya tomonidan chop etilgan xorijiy hamda Oliy attestatsiya komissiyasi tasarrufidagi respublika ilmiy jurnallarda chop etilgan va ular dissertatsiyaning mazmuni sakkizinchidan, dissertatsiyaning mulohazali holatlari bizning nazarimizda quyidagilardan iborat. Birinchidan, dissertatsiya talaba qizlarning darsdan tashqari vaqtlarda ijtimoiy tarbiya sport mashg'ulotlarining takomillashtirishga bag'ishlanganligi sababli mahalliy hamda faoliyat tajribalar tadqiqotlarga yanada kengroq o'rin ajratish maqsadiga muvofiq. Dissertatsiya ishlashtirgan pedagogik texnologiyasi va interaktiv majmuasi kelajakda nafaqat Toshkent mobil lavasi ularning individual jismoniy tarbiya mashg'ulotlaridan foydalanish balki oliy ta'lim muassasalarining so'nggi tadqiqotlariga sangat tapi tidak bisa PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan talaba qizlarning darsdan tashqari vaqtlarda ijtimoiy tarbiya va sport mashg'ulotlaridan tashkillash uchun pedagogik masofalarning o'zidagi fanlar
Birinchi berilgan taklif va tavsiyalarni birinchi talabalarning vaqtlarida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini o'tkazishga bag'ishlangan tavakkal mahalliy hamda xorijiy tarbiyalar taqdimiga yanada kengroq o'rin ajratish maqsadiga muvofiq bo'lardi. Albatta bu takliflar hisobga olinadi. Ikkinchi mulohazada dissertatsiya ishlab chiqilgan texnologiyalar va integrativ mashina xizmati kelajakda nafaqat Toshkent shahar, Toshkent va Farg'ona viloyatida, balki viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari talabalari uchun ham moslashtirilishi tavsiya etiladi. Bu orqali talabalarning darsdan tashqari jismoniy faolligi, inqilob tayyorgarligi va davom qilmishlaridagi kompetensiyalari yanada keng bilan rivojlantirishi mumkin bo'lardi. Bu taklifni ham albatta hisobga olamiz. Keyingi taklif tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan ekspress mobil ilovasi kelgusida nafaqat talaba guruhlarining individual va jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida foydalanish, balki oliy ta'lim muassasalarining mavjud axborot tizimlari, jumladan tennis bilan integratsiya qilish imkoniyatlarini yaratish tavsiya etiladi. Bu integratsiya jismoniy faollik monitoringi, salomatlik ko'rsatkichlari va individual tavsiyalarni avtomatlashtirilgan tarzda boshqarish imkonini beradi va talabalarni mustaqil mashq qilish va davom qilmishlarini shakllantirish jarayonini yanada samarali qilgan bo'ladi. Taklif uchun katta rahmat. Qabul qilaman. Keyingi taklif dissertatsiyadagi katta hajmdagi materiallar jamlangan va taklif qilinganligi munosabatchilar boblar xulosalarni nazariy jihatdan ko'rishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Albatta va oxirgi taklifda dissertatsiya foydalanuvchi iboralarni dissertatsiya fonida glossary shaklida berilsa, dissertatsiyaning jozibadorligi yanada oshgan bo'ladi. Rahmat kattakon hisob bergan taklifim uchun. Albatta biz taklifni hisobga olamiz. Rahmat. Так, so'z ikkinchi rasmiy abonent. Bugün tamamlangan dissertatsiya değişen muvaffaqiyat bilan tanishib chiqdik. Bugungi kunda mamlakatimizda jismoniy tarbiya sportga katta e'tibor berilayotgan bir davrda ushbu dissertatsiya deyishi bugungi kunda darajasida Jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining jismoniy tarbiya sport sohasini rivojlantirish qarorlarida ta'lim muassasalari, o'quvchi va talaba yoshlar o'rtasida sog'lomlashtirish, jismoniy tarbiya, ommaviy sport ishlarini tashkil etish, sport musobaqalarini o'tkazish, yoshlar orasida iqtidorli sportchilarni saralab ularni maqsadli tayyorlashga katta e'tibor qaratilgan. Ushbu chorakli muvaffaqiyat bizi tomonidan tayyorlangan talabalarning tashkillashtirishdan pedagogik asoslarni dissertatsiya mazkur sohaga tegishli me'yorli hujjatlarda berilgan vazifalarni amalga oshirishga darkor ishini e'tirof etgan holda quyidagi tavsiyaga harakatga bildirildi. Birinchidan, jismoniy tayyorgarligini oshirish va salomatlik holatini yaxshilashda nafaqat barcha mobil operatsion tizimlar bilan integratsiya va smart gadjetlar orqali avtomatik ilovalar solish tizimini takomillashtirish bo'lardi. Ikkinchidan, tadqiqot natijalari asosida Toshkent viloyatida vodiy hududidagi
oliy pedagogika muassasalari insonlashtirilgan. Bu sababli ishlab chiqilgan pedagogik metodikani respublikaning boshqa oliy ta'lim muassasalari, xususan turli fakultet va ixtisosliklar bo'yicha jismoniy salomat qilishga oid ta'lim xususiyatlari amalda mashg'ullashtirishni tavsiya etaman. Yuqorida keltirilgan muassasalar tarbiya xarakteriga ega bo'lib, dissertatsiya ishida tadqiqotchilar tomonidan talaba qizlarning darsdan tashqari vaqtlarda jismoniy tarbiyasi mashg'ulotlarini tashkillashtirishning pedagogik asoslari mavzusidagi davomli dissertatsiya ishi 10 jismoniy tarbiya sport mashg'ulotlari salomat jismoniy tarbiya nazariyasi o'tkazish hamda 10 pedagogika nazariyasi pedagogik ma'lumotlar har ixtisosliklar doirasida ilmiy nazariy bayoniy dissertatsiya ishi O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi nizomida mos keladi va tadqiqotchining o'zi pedagogik fanlar bo'yicha falsafa darajasini olishga fakat Android iOS'dagi barcha mobil operatör qismlar bilan integratsiyalar aplikatsiyalar orqali avtomatik ma'lumot olish tizimida tushuntirishchi tavsiyani to'g'ri olaman. Keyingi Toshkentdagi oliy pedagogik ta'lim muassasalariga sog'liqga qadalgan sababli chiqilgan bo'yicha Кто бы хотел выступить, рекомендовать диссертацию соискателя и дать свое заключение. Hurmatli kengash a'zolari, mana tadqiqotchimizni eshitdik. Menga juda ham bir ma'qul bo'lgani, aynan mana bu mavzuda berilgan savollarga to'liq aniq asoslangan holda javob berdi. Men ba'zida bir savol berdimki, balki chalg'ib ekan, o'g'il bolalar nima qilar ekan desam, burroq aniq javob berdi. Bu qizlar darsdan tashqari paytlarda, dars paytida emas degan savollar juda xursand bo'ldim. Men dissertatsiya bilan juda yaqindan tanishdim. Qilingan ishlarning hammasi vaqt nizomlariga to'liq javob beradi. Rasmiylashtirish hammasi qonuniy darajada, vaqt jurnallarida chop etilgan, xalqaro anjumanlarda chiqish qilgan, respublika anjumanlarida yetarlicha qilingan mehnatining mahsuli asoslab berilgan. Shundan kelib chiqib, bitta jihatlariga men juda xursand bo'ldim. Qiz bola yaqinda endi mana oila boshlig'i qolaversaga olma sifatida bizni safimizga qo'shilayotgan ekan, hech ikkilanmasdan, tortinmasdan notiqlik san'atini joyiga qo'ygan holda fikrlarini bayon qilyapti. Shundan kelib chiqib, hurmatli kengash a'zolari, men qo'llab-quvvatlayman, talab qilingan ilmiy darajaga loyiq deb hisoblayman va sizlarni ham qo'llab-quvvatlashni so'rab qolaman. Avvalambor ilmiy rahbarlarga katta tashakkur aytmoqchimiz. Mana shunday yetuk g'olibni tayyorlaganimiz uchun o'ziga o'xshagan kamtarona va oliy fazilatli inson. Assalomu alaykum. Yana bir bor hurmatli kengash raisining ishtirokchilari, mehmonlar, Zulayho Abdulg'ofur qizi, men tarassanaga ilojman. Ayol kishi bo'lishga qaramasdan
eksperiment, ya'ni tadqiqot natijalarini olganligi, tadqiqotda olib borganligi, bu qizlar bilan mana mualliflik huquq bo'lgan o'sha X dasturi bo'yicha dasturga oid aytmoqchimanki, tadqiqotchilarni shunchasi ko'rdik, eshitganmiz, yo ish tayyorladi, so'z tayyor, yo tadqiqotchi tayyor, ish tayyor bo'lmay qolishi vaziyatlarni ko'rdik. Ikkala tomonni ham ishlagan, ustozlarga ham rahmat, o'ziga ham ishni ma'qullab qo'yadilar, kengash a'zolaridan ham qo'llab-quvvatlashni so'rab qolaman. Rahmat. Yana kimlar bor? Пожалуйста. Есть кто хочет сказать? Да, давай. Talabgor tomonidan juda ham asosan olingan, ular tomonidan ishlab chiqilgan mobil to'lashga mobil hamda texnologiyalar doimiy shug'ullanmaydigan talaba qizlarda mustaqil ravishda o'zini sog'ligini saqlab borish, o'zini sog'ligini nazorat qilib borish, o'zida ishlab shu mustaqil tarzda mashg'ulotlarni ijtimoiy priложение orqali mashg'ulotlarni bilan shug'ullanish orqali o'zlarini amaliyotda o'sha oliy ta'limdan keyingi amaliyotda ham jismoniy tayyorgarlik masalan holatini ishlab turish uchun dastur bo'lib hisoblayman. Raqibova Zoyba Abduqodir esa pedagogika fanlari bo'yicha tahsilot doktorlik darajasini olishga munosib deb hisoblayman. Rahmat. Rahmat. Yana kimlar bor? Professor Sakursan. Исламский государственный институт иностранных языков. Хочу сказать, спасибо, что подготовили такой кадр. В дальнейшем, надеюсь, она не остановится на этой работе и будет делать дальше, продолжать вести. Она действительно затронула хорошую тему. Сейчас, на данный момент, наш президент большое внимание уделяет нашим женщинам. Вот, как сказать, действительно, то, что сейчас, на данный момент, большое развитие спорта именно для женщин. Вот как он говорит о здоровом теле, здоровый ребенок. Действительно, да, вот она мать сама твоих детей, она вот показывает, что действительно она ловит. Молодец. Достойно. Спасибо большое. Так, еще кто хотел бы? Так, пожалуйста. Так, Ахмаджон Иванович. Салам алейкум. Слово предоставляется директору нашего института Дедов Михаил. Доктор педагогических наук. Yildan beri shu ishini olib bormoqda. Doimiy ravishda ko'rib boramiz. Bu ish haqiqatan ham kengash a'zolari tomonidan chiroyli fikrlar yuritildi. Doim dissertatsiya muammoni tanqidiy o'rganib chiqilgan holatda amalga oshirilgan dissertatsiya ishi hisoblanadi. Shu bu dissertatsiya ishi boshlangandan beri xabarim borligi uchun shunga dasturga gapira olaman. Chunki ish haqiqatan qilingan, ayniqsa zamonaviy laboratoriya texnologiyalari asosida qilingan hisoblanadi. O'z faoliyatidan kelib chiqarishi mumkinki,
darsdan tashqari mashg'ulotlarda dissertatsiya ishini qilish ozgina muammolarni keltirib chiqaradi. Chunki darsdan tashqari mashg'ulotlarda tadqiqotchilarni ushlab qolish, ularga kerakli natijani olish uchun yuklama yoki mashqlarga erishish o'zi bir qiyin vaziyat hisoblanadi. Chunki o'zim ham PhD ishimda darsdan tashqari mashg'ulotlar bo'lganim uchun mobil ilova qilishga majbur bo'lganman. Chunki faqatgina darsdan tashqari mashg'ulotlarda bolalarni mobil ilova yoki qandaydir qiziqarli narsalar ushlab qolinmasa juda qiyin hisoblanadi. Chunki alohida murabbiy yoki trener jalb qilishga to'g'ri keladi. Shuning uchun hamda farzand tarbiyasi bilan birlashib olib borish juda katta masala hisoblanadi. Omad tilayman, keyingi ishlarga ham oqibat tilayman. Rahmat. Я хочу выдвинуть одну приятную сторону. Наш сам директор получил звание доцент. Доктор Кальтон, я хочу его учить под диплом. Это первый шаг, теперь звание профессора. Скорее получил профессор, а доктор наук, он доктор. Так, еще кто хочет выступить? Все, достаточно, да. Переходим к следующей процедуре. Нам нужно избрать первый родитель. Я добавил, читаю, слышу, пожимаешь. Вы самый уважаемый. Кто это? 5 минут.
Siłowna komisja wiadora. Allora, Presidente di Commissione, Nanti tiga pricing tiga jadi doktorlar bo'yicha tashkilot individual kengash bo'yicha ilmiy kengash a'zolari tomonidan o'tkazilgan yashirin avod natijalari bilan tanishtirib o'taman. Kengash a'zolari 11 kishidan o'g'illardan iborat. Yashirin avod kengash natijalari bo'yicha